biza yangi proyekt yaratishimiz uchun biz bu yerda sozdать degan tugmani bosamiz va bosganimizdan keyin ko'rib turganlaringdek qop-qora ekran chiqadi. Qop-qora ekranda biza bu yoqqa qanaqadir model qo'shishimiz uchun biza bu yerda добавить degan so'zga bosamiz. Va bizda bu yerda ko'rib turganlaringdek Navis juda ham ko'p programmalarni formatlari bilan ishlaydi. FBX, EFC, Inventor, Katia, 3D Max, Revit, PDF, Rhino va hokazo programmalar bilan ishlaydi. Hop, biz bu yerda Revit faylimizni Navisga olib kirmoqchimiz. O'zi yaxshilikcha Revitni ichiga kirib turib, Navisworks exporter bilan eksport qilgan yaxshi bo'ladi, lekin hozir bu boshlang'ich kurs bo'lgani sababli hozir sizlarga oddiyroq yo'lini ko'rsataman. Bu bizda Revit fayli ustiga bosganimizdan keyin Открыть bosamiz. Va bizda Navisworks o'zini cache formatiga o'tkazishni boshlaydi bizning Revit fayli. Ya'ni o'zini tushunadigan formatiga bizning Revit faylni eksport qilib, uni soddalashtirib, optimizatsiya qilib, bizani o'sha og'ir modelni ko'rishimiz uchun yengillashtirib beradigan protsessni yo'lga qo'ydi hozir. Bu protsessni tugagandan keyin mana bu yerda bizda Navisworks cache degan fayl paydo bo'ladi hozir. Mana ko'rdinglar, mana Revit faylni Navisworks o'ziga to'g'irlab ochib oldi. Endi bu faylni ko'rib turganingizda bu Navisworks cache fayl bo'ldi. Bu 10 baravardan ziyod yengilroq bo'ldi bu. Ko'rib turganingizda mana 12.000, bu Revit fayli o'zi 167.000 edi.